Sanjeev Kumar va Hema Malini turmush qurishlari mumkin edi. Ular bir nechta filmlarda, jumladan Zita va Gita hamda Qasos qonuni filmlarida birga ishlaganlar. Sanjeev Hemaga turmush qurishni taklif qilgan, lekin aktrisaning onasi qarshi bo'lgan. Hema 1991-yildagi intervyusida sabablardan birini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Sanjeev uy bekasi va keksa onasiga g'amxo'rlik qiladigan, o'z kasbida uni qo'llab-quvvatlaydigan, hamma narsadan voz kechadigan turmush o'rtoq xohlagan. Ammo uni juda qattiq ayblamang. O'sha paytlarda shou biznesning bir qismi bo'lishiga qaror qilgan ayollarga past nazar bilan qaraladigan davr edi. Haqiqat shundaki, ideal ayol yoki ideal erkak bu mif va ehtimol aynan shuning uchun ham Sanjeev bir nechta ayollarga uylanadi. Perfeksionist sifatida u ochig'ini aytganda, mavjud bo'lmagan ideal turmush o'rtoqni izlagan. Shu bilan birga keyinroq Hema Dharmendraga turmushga chiqdi va ikki qizni, Esha va Ahana Deollarni dunyoga keltirdi. Hema Malini o'z zamonasining yorqin aktrisalaridan biri. Zita va Gita kinosini qoyilmaqom ravishda ijro etib, rolini a'lo darajada kuzatuvchilarga yetkazib bera olgan hurmatga sazovor aktrisa.